Ichki yutilgan agressiya. Ichki yutilgan, ifodalanmagan agressiya inson sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu holatda inson g'azab va xafagarchilikni ichida saqlaydi va bu tuyg'ular vaqt o'tishi bilan jismoniy hamda ruhiy muammolarga olib keladi. Ruhiy sog'liqqa ta'sir. Depressiya va stress kuchayadi. O'zini qadrlash darajasi pasayadi. Ichki xavotir va xavfsirash holatlari paydo bo'ladi. Agressiya ichki tomondan insonni ezib qo'yadi va bu ruhiy charchoqqa olib keladi. Jismoniy sog'liqqa ta'sir. Yurak qon tomir tizimida muammolar, gipertoniya, qon bosimining ko'tarilishi, yurak xuruji xavfi, oshqozon ichak tizimida muammo, gastrit, yazva, immunitet tushishi, bosh sohada va mushaklarda og'riqlar paydo bo'ladi. Munosabatlarga ta'sir. Yaqinlar bilan bo'lgan munosabatda sovuqlik va tushunmovchiliklar yuz beradi. Kommunikatsiyada qiyinchilik, insoniy munosabatlarda uzilishlar davom etadi.